Farg'ona shahrida eng zo'r lokatsiyasi bo'lgan Muhayyo hududidan yana bitta bir xonali zo'r kvartira chiqib qoldi do'stlar. Sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bir xonali 4 qavatli g'ishtli uylarni 4-qavatda joylashgan 2 xona qilingan 6 metrli verandasi mavjud. Bu birinchi xonasi. Katta zal ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli holatda, remontlarni yangi qilishgan, gilam pardalar, konditsioner o'rnatilgan, hamma narsasi qoladi. Eshiklar ham yangi o'rnatilgan. Xo'p, bu yerda birinchi 6 metrli verandani yarmini bo'lib bitta xonacha qilib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek bu ham chiroyli holatda. Bu yerda esa oshxonasi joylashgan. Mana oshxona jihozlari hammasi qoldiriladi, gaz plita уже hamma yoq tayyor. Bu yerda esa o'sha verandani yarmi. Bu yerda endi o'tirish uchun joy ham bemalol qilib qo'yish mumkin, ovqatlanib o'tirish uchun. Yosh oilalar uchun va ijaraga qo'ymoqchi bo'lganlar uchun zo'r tanlov. Xo'p, bu yer esa ko'rib turganingizdek kirish qismi temir eshiklar qo'yilgan. Bu yerda esa umumiy sanuzel joylashgan. Hamma narsani yangisiga almashtirishgan, ariston ham o'rnatilgan chiroyli holatda. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Farg'ona shaharining eng yaxshi lokatsiyalaridan talab ko'p bo'lgan lokatsiyasi bo'lgan Muhayyo hududi 4 qavatli g'ishtli uyni 4-qavatda bir xonali 2 xona qilingan. Juda ham chiroyli remont holatda va mana shu ko'rib turgan hamma narsa qoldirilyapti. 19800 dollarga baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Chiroyli narxlarda qilib berishga tayyorlar. Shunaqa zo'r kvartiralarni o'tkazib o'rmaslik uchun hozirroq Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.